bozordan chorva hayvonlarni, qo'ylarni olayotganda ko'pchilik savol yo'llaydida pahlavon menga. Yo'talini qanday bilsa bo'ladi? Yo gangirosh qo'ydi, hali qo'yni sog'lom nimaligini bil. Kasalligini. Oddiy kasalligini. Endi men 25 yillik tajribaga ega bo'lib aytyapmanki, mana bu qarang. Ana yo'tali bor. Ko'rdingizmi? Yo'tali bor qo'ydi, уже mana kekirtagida oldini siqib qo'yib yuborilganda yo'tal boshlanadi. Ko'rdingizmi? Mana. Mana. Bu qo'yni nima qilganingizda ham yo'talmayapti mana. Nimaga o'pkada havo kirib chiqishi yaxshi. Mana bunda kirib chiqishi to'silyapti. Shuni hisobiga yo'taladi. Mana, ko'ryapsizmi? Endi bunga ukoli antibiotiki, siz olib keling. Antibiotik. Yo'tali bor qo'ydi, o'nolmayapsiz yoki yo'talini to'xtatolmayapsiz. Mastilik deyman. Mashtilikka maslini bor. Maslini keyin kimlardir qo'rqolmaydi sharoitda bitta bo'ladi, ikkita qo'y bor. Mana qo'yimiz u. 3 kun 5 kun suv aralashtirib ichilib bo'ladi. Ichilsa ham bo'ladi. Ichilsa ham bo'ladi. 3 kun 5 kun ichiladi. Yana qaytadan 100 kiloga bitta pachka, 70 kiloga 100 kiloga. Bundan ham ichilib, undan ham ukol qilsa yana ham zo'r bo'ladi. Yana ham zo'r. Ya'ni jaydaricha tilda aytganda, teraflyuni ichyapsiz, pensiya antibiotikni olyapsiz, davolanib ketyapsiz. Shu Immunitetga ko'targan $7 olyapsiz.